Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Birinchi darsimizni 7-testiga yechim qilishni boshlaymiz. Xo'sh, birinchi savolga e'tibor beramiz. X ni topish talab qilinayotgan ekan birinchi savolda. Mana bu burchagimiz 60 gradusga teng, 120 gradusli burchagimizga qo'shni bo'lgan burchagimiz. Mana bu demak, mana bu 20 gradusli burchagimiz plus mana bu 60 gradusli burchagimiz plus mana bu 60 gradusli burchaklarimizni yig'indisi mana bu x gradusli burchagimiz va mana bu 70 gradusli burchaklarimiz yig'indisiga teng bo'ladi. 100 gradusimiz teng bo'lar ekan x plus 70 gradusga. Bundan x ni topsak 30 gradus bo'lar ekan. Xo'sh, demak x plus 70 120 140 mana bu yerda texnik xatolik ketgan ekan. Mana bu 100 demak 40 bo'ladi. 140 gradus bo'ladi. X'imiz 70 gradusga teng bo'lar ekan. B javob bo'lar ekan. Ikkinchi savolda mana bu burchagimiz x bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Yo'q, mana bu y deymiz buni. Mana bu y bo'lsa, bu ham y. Bizdan x ni topish talab qilinyapti. Endi mana bu burchagimizga mana bu burchagimiz va mana bu burchagimizni qo'shib olsak, 40 gradus plus y plus x'imiz mana bu burchak va mana bu burchaklar yig'indisiga teng. Y plus 70 y'larni qisqartirsak, x ni topsak 30 gradus bo'ladi bu yerda. B javob bo'lar ekan. Xo'sh, uchinchi savolimizda mana bu burchagimiz 140 gradusga teng bo'ladi. Mana bu burchak 130 gradusga teng bo'ladi. Mana bu burchak va mana bu burchaklar yig'indisi 270, mana bu 90 gradus bo'lganda 360 ni beradi. Mana shu uchalasini yig'indisi. Bu 90 bo'lsa, mana bu qismi alfa deyilyapti. Alfa 360 dan demak 90 gradusni ayirsak 270 gradus qoladi. D javob bo'lar ekan demak. To'rtinchi savolga e'tibor beramiz. Demak, xo'sh, mana bu burchagimiz ham bu burchagimizga teng bo'ladi bunda. Mana bu endi 100 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak 180 ga to'ldiruvchi mana bu 80 bo'ladi. Bu ham 80 gradus bo'ladi. Mana bu ham 80 bo'lsa, bu ham demak 80 bo'ladi. Alfa plus 80 gradus plus 80 gradus burchaklar yig'indisi uchalasi birgalikda 180 gradusni tashkil qiladi. Alfa bu yerda 20 gradus ekanligi kelib chiqadi. Javob bo'lar ekan. Xo'sh, demak 5-savolga e'tibor beramiz. 5-savolda mana bu burchagimiz mana bu burchakka teng bo'ladi. 1 2 ga parallelligidan 80 gradus. Unga vertikal bo'lgan mana bu burchak 80 gradus bo'ladi. Mana bu x burchagimizga vertikal burchak mana bu x bo'ladi. 3x burchagimizga mana bu vertikal bo'lgan burchak mana bu 3x bo'ladi. Umumiy holatda mana bu bir aylana burchagimiz to'liq burchak tashkil qiladi. O'sha bir aylana burchagimiz ikkita 80 gradusli burchak va ikkita x burchakdan va ikkita 3x li burchaklardan tashkil topgan va 360 gradusga teng bo'ladi. Xo'sh, 160 gradus plus 8 x'imiz teng 360 gradus bo'ladi. 8 x'imiz bundan 200 gradus bo'ladi-da, x ni topsak 25 gradusga tengligi kelib chiqadi. A javob. Xo'sh, 6-savolimizda mana bu yerdan chiziqni davom ettiraman. Mana bu yer alfa ekanligidan bu yer ham alfa bo'ladi. D1 2 ga parallelligidan mana bu 40 gradusli burchak bilan mana bu alfa burchagimiz ichki burchak, mana bu tashqi burchakka teng bo'ladi yig'indisi. 120 gradusli tashqi burchagimiz o'ziga qo'shni bo'lgan alfa ichki burchak va 40 gradusli ichki burchaklar yig'indisiga teng. Alfa bundan 80 gradusga tengligi kelib chiqadi. S javob. Xo'sh, 7-savolimizda xo'sh, bu yerda alfani topish talab qilinyapti. Mana bu yerdan hozir chiziq tortsak, biz parallel 3-bir chizig'imizni tortsak, demak, mana buni D4 desam, bularga parallel bo'lgan D4-chiziq desak. Xo'sh, mana bu yerdagi burchagimiz va mana bu yerdagi burchagimiz. Bu yerdagi burchagimiz 80 gradus bo'ladi. Mana bu 100 bilan ikkalasi birgalikda 180 tashkil qilish kerak. Mana bu burchakka mana bu burchakni qo'shsak 110 bo'ladi. Mana bu burchakka mana bu yerdagi burchakni qo'shsak 110 bo'lish kerak. Bu 60 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bu 80, bu 60, 140 bo'ladi. Keyin mana bular 20 gradusdan bo'ladi. 20 gradus. Xo'sh, endi bizdan alfani demak topish talab qilinyapti. Mana bu ham 80 gradus bo'lib qoladi-da. Mana bu ham unga vertikal bo'lganicha 80 bo'ladi. Bu 80, bu 20 bo'lsa, mana alfamiz alfa plus 20 gradus plus 80 gradus burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'ladi.
alfa bu yerda 80 gradus ekanligi kelib chiqadi. B javob bo'lar ekan. Xo'sh, demak, mana bu yerda bu burchagimiz 70, mana bu burchagimiz 50 gradus bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu burchak 60 gradus bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Mana bu burchak bilan mana bu burchakning yig'indisi alfa plus 50 gradusimiz teng bo'ladi mana bu burchak bilan mana bu burchak yig'indisiga. 60 gradus plus 70 gradusga. Bundan alfani topadigan bo'lsak 80 gradusga tengligi kelib chiqadi. B javob bo'lar ekan. Xo'sh, 9-savolimizda mana bu yerdan chiziq o'tkazsak, mana shu yerdan chiziq o'tkazib olsak, mana shunday qilib chiziq o'tkazib olsak, demak, mana bu burchagimiz 100 gradus bo'ladi. Mana bu 130 bo'lsa, mana bu yer 50 gradus bo'lib qoladi. 150 bo'lsa, mana bu yer 15 gradusdan bo'ladi. 15 gradusli burchak bo'ladi. Xo'sh, mana bu alfa bilan mana bu burchagimiz to'liq holatda 65 gradusli burchagimiz. Ya'ni mana bu D4 deydigan bo'lsam, ularga parallel bo'ladi D4imiz. Mana bu burchak bilan mana bu burchak, ya'ni alfa va 50 ga 15 ni qo'shsak 65 gradus burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Alfani topsak, bu yerda 115 gradus ekanligi kelib chiqadi. S javob bo'lar ekan demak. Xo'sh, 10-savolimizda mana bu x bo'lsin, bu x bo'lsin. Bu y bo'lsin, bu y bo'lsin. Xo'sh, endi mana bu x bilan, ya'ni mana shu burchak bilan mana bu to'liq 2y ni x bilan to'liq 2y ni yig'indisi mana bu burchakka teng bo'ladi 27 gradusga. Keyin demak, mana bu to'liq 2x bilan mana bu y ni qiymati 2x plus y-imiz mana bu 36 gradusga teng bo'ladi. Xo'sh, bularni qo'shib yuborsak 3 tadan bo'lib qoladi. 3 x plus y teng 63 gradusga. Bundan x plus y ni topsak 21 gradus bo'ladi. Xo'sh, mana bu alfani o'zi, ya'ni mana bu alfani o'zi, mana bu 2x plus mana bu 2y-larning qiymati yig'indisiga teng bo'ladi. Alfa teng 2 ko'paytirilgan x plus y bo'ladi-da. Alfa teng 2 ko'paytirilgan 21 gradus bo'ladi. Alfa teng 42 gradus. Asosan xossalarni bilish kerak-da. Shu xossa qo'llanib ketilyapti bu yerda. Xo'sh, 11-savolga e'tibor beramiz. Mana bu x bo'lsa, bu x. Bu y bo'lsa, bu y deydigan bo'lsak. Xo'sh, endi mana bu x burchagimiz bilan x plus mana bu y-imiz. Ya'ni x ga demak y ni qo'shsak 30 gradusli burchak kelib chiqadi. Xo'sh, endi demak mana bu yerda mana bu to'liq mana bu 2x ga qo'shsak, xo'sh, mana bu to'liq burchakni 2y plus alfani qo'shsak, mana bu burchak kelib chiqadi. 100 gradus burchak kelib chiqadi. Mana bu x plus y-imiz 30 ekanligidan 2x plus 2y-imiz 60 gradus bo'ladi. Plus alfa teng 100 gradus bo'lsa, alfamiz 40 gradusga tengligi kelib chiqadi. S javob bo'lar ekan. 12-savolga e'tibor beramiz demak. Xo'sh, 12-savolda alfani topish talab qilinyapti. Xo'sh, mana bu burchagimiz 50 gradus bo'ladi. Demak, mana bu burchagimiz x bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Endi mana bu to'liq mana bu burchagimiz 2x ni mana 50 ga qo'shsak, mana bu burchak kelib chiqadi. 150 gradus kelib chiqadi. X bilan 50 gradus ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, demak, x'imiz 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, hozir mana buni davom ettiraman, mana bundayga. Va mana buni bundayga davom ettiraman. Men hozir mana bu yerdan mana bu x bo'lsa, bu yer ham x bo'ladi-da, x 50 ekanligidan bu yer 50 gradus bo'ladi. Mana bu ichki burchak bilan mana bu ichki burchakning yig'indisi mana bu alfa tashqi burchakni beradi. Alfa tashqi burchagimiz 50 gradus plus 50 gradus ikkalasining yig'indisi bo'ladi-da, 100 gradusga teng bo'ladi. Xo'sh, S javob bo'lar ekan. Demak, 13-savolimizga e'tibor beramiz. Xo'sh, mana bu bilan bitta 4-chi, ya'ni 3-chi chizig'imiz parallel, D1 bilan D2 ga parallel bo'lgan 3-chi chiziqni o'tkazib olaman.
Xo'sh, mana bu D3 bo'lsin. Ularga parallel bo'lsin. Xo'sh, mana bu yer alfa bo'lsa, mana bu yer ham to'liq alfa bo'ladi. Endi bu yeri alfa minus beta bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu burchak va mana bu burchakning yig'indisi alfa plus 80 gradusimiz teng bo'ladi. Xo'p, mana bu burchak va mana bu burchak 100 gradus plus alfa minus betaga teng bo'ladi. Alfalar qisqartib yuborsam beta teng bo'ladi 100 gradus minus 80 gradusga betani topsak 20 gradus bo'lar ekan. A javob bo'lar ekan. Xo'sh, 14-savolga e'tibor beramiz. 14-savolimizda mana bu x, bu y bo'lsin. Bu ham x bo'ladi, bu ham y bo'ladi. Endi D1 D2 ga parallelligidan 2x ga 2y ni qo'shsak 180 kelib chiqadi. Bundan ikkala tomonni ham 2 ga bo'lib yuborsak x plus y imiz 90 gradus ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, undan mana bu chiziqni mana bu yergacha davom ettirsam, mana shu yergacha davom ettirsam, mana bu yerda hosil bo'ladigan burchagimiz, x plus y ga teng bo'ladi. Endi uchburchakda, mana bu uchburchakda, mana bu alfa burchagimiz, unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar, mana shu, ya'ni mana bu 30 gradusli burchak va mana bu x plus y lar yig'indisi teng bo'ladi. Alfa teng 30 gradus plus x plus y imiz 90 gradusga teng. Bundan alfani topsak 120 gradus bo'lar ekan. D javob bo'lar ekan. Xo'sh, 15-savolda mana bu 4x li burchagimiz, xossaga ko'ra mana bu 4y bilan 28 ni yig'indisini yarmi teng bo'ladi. 4y plus 28 gradus taqsim 2 bo'ladi. Bundan 8x imiz teng bo'ladi 4y plus 28 gradusga. Endi mana bu 4y imiz teng bo'ladi. Mana bu 4x plus mana bu 6x plus 4 gradus yig'indisini yarmiga teng bo'ladi. Bundan 4y imiz teng bo'ladi 5x plus 2 gradusga. 4y ni mana bu yerga olib kelib qo'yaman qiymatini. Demak 8x teng bo'ladi 5x plus 2 gradus. Xo'sh, plus 28 gradus. Mana buni ayirishga o'tkazsam 8x o'rnida 3x teng bo'ladi 30 gradusga. Bundan x ni topsak 10 gradus bo'lar ekan. Bizdan y ni so'ragan. Xo'sh, mana bu yerga olib kelib qo'ysak 4y imiz teng bo'ladi 52 gradusga. Bundan y ni topsak 13 gradus bo'lar ekan. Xo'sh, D javob bo'lar ekan. 16-savolga e'tibor beramiz. Xo'sh, 16-savolimizda mana bu chiziqni bunday davom ettiramiz hozir. Shunday holatda davom ettirsak, mana bu x burchak bo'lsa, bu x burchak bo'lsa, bu y bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerimiz 180 gradus minus 2y bo'ladi. Endi mana bu burchak bilan mana bu burchakning yig'indisi 180 gradus minus 2y plus 82 gradusli burchagimiz. Xo'sh, mana bu burchak bilan mana bu burchak yig'indisi teng bo'ladi 94 gradus plus 2x ga. Mana 2y da bu tomonga qo'shib o'tkazaman. 2x plus 2y bo'ladi. Bu ayirish o'tadi. Bunga buni qo'shsam 262 bo'ladi. Xo'sh, 262 gradusdan ayiramiz 94 gradusni. 2x plus 2y imiz teng bo'ladi. 12 dan 4 ni ayirsam 8 gradus, 25 dan buni ayirsam 16. Demak, x plus y imiz ikkala tomonni 2 ga bo'lib yuborsak 84 gradus bo'lar ekan. Xo'sh, endi mana bu alfa burchagimiz teng bo'ladi. Mana bu y burchak va mana bu x burchaklar yig'indisiga. Demak, alfa teng bo'lar ekan 84 gradusga. S javob bo'lar ekan.